28 oktyabr 2025 yilda soat 20 da Milliy TV kanalida Ofsinlar serialining 27 qismi namoyish etiladi. Bu qism ayniqsa hayajonli bo'lishi kutilmoqda. Syujetdagi burilishlar va dramatik vaziyatlar tomoshabinni diqqat markazida ushlab turadi. Biz bilan birga har bir lahzani his qiladigan qahramonlar yana kutilmagan voqealarga duch keladi. Ularning harakatlari esa haqiqiy do'stlik va sadoqat haqida o'ylashga majbur qiladi. Ssenariy mualliflari personajlarni mohirona ochib beradi, aktyorlarning o'yini esa o'zining ishonchliligi bilan taassurot qoldiradi. Har bir epizod drama va iliqlik bilan to'la, bu esa serialni chinakam jonli va qiziqarli qiladi. E'tibor detallariga qaratilgan hissiy dialoglardan tortib vizual yechimlargacha, bu tomosha shunchaki o'yin emas, balki voqeaga to'liq sho'ngishdir. Ofsinlar muxlislarni sifatli syujet va hissiy chuqurlik bilan quvontirishda davom etmoqda, yaqinlarni qadrlash va ozing bo'lishning ahamiyatini ko'rsatmoqda.